2025-yilda mani eng katta orzum ushaldi, ya'ni ota-onam bilan birgalikda umra safariga bordik. 2025-yilda eng katta orzum ushaldi. Bu aviterapiyadan 2 ta o'quvchi chiqardim. 2025-yilda o'zimni orzuyimdagi uyga ko'chdim. 2025-yilda Toolline komandam bilan birgalikda ekolaboratoriyamizni ochdik. 2025-yilda o'zimni birinchi IT startapim boshladim. Mazmun nomida. Раз, два, три. В этом году я наконец-то начала вести соцсети. 2025-yilda naq 4 ta yangi davlatga bordim. 2025-yilda men mashina haydashni o'rgandim. 2025-yil yana bir orzuyimga erishdim. Islandiyaga borib, mazza qilib aylanib keldim. 2025-yilda o'z komandamga asos soldim. Endi grom